Assalomu alaykum. Bugungi videoyim yana bir mazali shirinlik retsepti bo'ladi. Albatta, o'zimga o'xshaganidan keyin sizlar bilan bo'lishaman. Kanalimga obuna bo'lib, videoga bitta layk bosib, kuzatishda davom etamiz. Xamirini boshlaymiz. Bizga 10 dona tuxum kerak bo'ladi. Mendagi tuxumlar maydaroq bo'lgani uchun 10 dona qo'shdim. Agar yirik tuxumlar bo'lsa, 8 ta qo'shishingiz ham bo'ladi. Ichiga 300 gramm shakar solib, miksirlashni boshlaymiz. Mikserni balans kursida 6-7 minut miksirlaganimizdan keyin massa shunaqa ko'pirib, ko'payib, o'zidan 2 barobar ko'tarilganidan keyin ichiga 300 millilitr sut qo'shamiz. 180 millilitr o'simlik yog'ini soldim. 4 osh qoshiq, ya'ni 50 gramm kakao poroshoggini ham solib, aralashtirib olamiz. Men kilolik kakaodan ishlatdim. 4 osh qoshiq solganim yetarli bo'ldi. Agar kakaoingiz rangi ochroq bo'lsa, yana ko'proq solib, rangini keltirib olishingiz bo'ladi. Kakaoni massangiz shunaqa suyuqroq bo'lgan paytda solib, aralashtirib olsangiz, ranglari yaxshi chiqadi. Endi un solamiz. 600 gramm unni 2 ga bo'lib solamiz. Birdaniga solvormaymiz. Tuxumli massa bo'lgani uchun cho'kib qolishi mumkin. Unni yarmini solib, orasida 1 osh qoshiq razrixritel solib, aralashtiramiz. Keyin qolgan unni ham solib, yaxshilab bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz. Xamirimiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Quyuq-suyuqligiga ham ahamiyat bering. Juda ham quyuq ham bo'lib ketmasligi kerak, suyuq ham bo'lmasin. Endi bu orada gaz duxovkamizni yoqib, qizdirib qo'yamiz. Xamirni 5 ta kossaga teng bo'lib olamiz. Mendagi list razmeri 30 ga 35 santimetr. List ichiga pergament qog'oz solib, bitta kossadagi xamirni ichiga solib, tekslab olamiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida yoki qizigan pechda 170 gradusda 15 minut davomida pishirib olamiz. Xamirimiz yupqa bo'lgani uchun tez pishadi. Ya'ni qaraysiz, hammani duxovkasi har xil, o'zingiz orientira olasiz. Menda shu 12-15 minut davomida pishib chiqdi. Kojlani qog'ozdan ajratib, sovitishga qo'yamiz. Har bittasini alohida sovitamiz. Yaxshilab soviganidan keyin mana ustma-ust taxlab ko'rsatdim. Ko'rganingizdek, hammasi bir xil, tekis, yumshoq. Yumshoqligini ham ko'rsatib o'tdim. Qotib qolmaydi. Kojlarni o'rab turamiz. Ungacha krem tayyorlab olamiz. Krem tayyorlash uchun qaymoqni sgushonka bilan aralashtirib, muzxonaga qo'yib olamiz. Ko'rganingizdek, mana shunaqa oddiy uy qaymog'i deymiz yoki bozor qaymog'i 500 gramm idishga solib, ichiga 400 gramm sgushonli molokoni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustini strich paket bilan yopib, muzxonaga 2 soatga qo'yib olamiz. Endi kremiga kirishamiz. Mendagi qaymoq 2 soat muzxonada turib, shunaqa ko'rinishga keldi. Sizda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Mana ahamiyat bering. Qaymoq chetlari muzlagan, o'rtalari suyuqroq holatda. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi mikserni balans kursida yaxshilab miksirlab, krem holiga keltirib olamiz.
Kremimiz tayyor. Judayam mazali kremga aylanadi. Muzqaymoqli krem bo'ladi. Xohlagan pirojnilarga, tortlarga foydalanishingizga bo'ladi. Me'daga tegmaydigan mazali krem chiqadi. Endi ko'zlarimizni kremlashni boshlaymiz. Har qavatidagi kremlar bir xil ko'rinishi uchun, bir xil taqsimlanishi uchun kremni 5 taga bo'lib olishimizga bo'ladi. Hammasini ketma-ket, ustma-ust taxlab, kremlab, atroflari bilan yaxshilab tekislab olamiz. Ko'rganingizdek, bozor qaymog'idan foydalanib, morojniy krem tayyorladim. Judayam mazali chiqadi. Agar xohlasangiz, zavarnoy krem tayyorlasangiz ham bo'ladi. Zavarnoy krem bilan yanayam yumshoq chiqadi ko'zlari. Kanalimda judayam ko'p zavarnoy kremlarni retseptlari bor. Opisaniyada ssilkasini qoldiraman. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Oxirgi ko'jimizni ham qo'yib, ustilarini, atroflarini tekislab olib, 1 soatga xolodilnikka qo'yib oldim. Ozgina kremlari formasini ushlab olishi uchun, yumshab qolmasligi uchun. Endi 1 soatdan keyin ustiga ganaj tayyorlaymiz. 150 gramm shokoladni ichiga 150 gramm sut yoki slivki yoki oddiy o'simlik yog'i quyib, mikrovolnovkada aylantirib olamiz. Xuddi shunaqa quyuqlikda bo'lishi kerak. Shokoladimiz soviganidan keyin pirojnimizni ustiga qo'yib tekislab olamiz. Shokoladga slivki, ya'ni qaymoq qo'shganim uchun pirojniy ustida ganajimiz qotib qolmaydi. Shunaqa chiroyli bo'lib yaltirab turadi. Ertasi kuniga ham yoki xolodilnikka qo'ysak ham ranglari o'zgarmaydi. Endi ustini bezatib olamiz. Kremdan 2 osh qoshiq olib qo'ygandim. Konditer qopchasiga solib, uchini ozgina kesib, shunaqa chiziqlar chizib olib, bezatib olamiz. O'zingiz xohishingizga qarab ustini bezatib olishingizga bo'ladi. Shirinligimiz deyarli tayyor. Pirojnimizni bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'ysak, ko'zlariga kremlari singib, yanayam mazali, ham yumshoq bo'lib turadi. Men videoga olganim uchun oralarini ham kesib ko'rsataman. Bemalol zakazlarga, mehmondorchilikka, bayramlarga tayyorlashingizga bo'ladi. Juda ham mazali shirinlik chiqadi. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimga ham ulaning. Ssilkasini shu videoni tagida opisaniyada yozib qoldiraman. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Sizlar uchun eng ishonchli, eng original retseptlarni joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.